Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Qadirlik Facebook'taki dünyanın her qaysı jarlik qarindaşlarım. Hammalarınki muşu vakti ve bununki vakti hayırlık olsun. Men dostumla Abdülaziz Beştoğrak İstanbul'dan, Süleymaniye'den sizlerge selam berwatyman. Bugün biraz keç qilib qoldik dersga, canım dostlar. Yani her bir adamın üzgüçlük işleri buludu ekan dünyada. Bugün benim oğlum biraz keselip kalgan, en kiçigi Furkan Ertuğrul Beştoğrak degan oğlumuz. Şunu doktorxana apırımızda keçip kaldık, keçürüsüler. Anavası bugün tedbiriya isim derslerimizden 90'ıncısı da, yani 90 degan gap 90 hepte sizler bilen birlikte muşundaq ders qilib birlikte öğünüp kilovatımız degan gap qadirli qarindoshlar. Avazım obdan çıkıp etipti. Bugün 4. bab ne? Başlamalımız. Kolumdaki bu seher saat 4:20'deki Harvard Üniversitesi'nin cemiyet sarıklarını yetiştirişteki en güçleri degan kitap qadirli qarindoshlar. Aslında 90 deb yazsam buluttu. Bugün ne oldu? Bu təhvil çıkıp kaldı. Şuna yazmay koydum. Düşündürüştü ba, qadirli qarindoshlar. 4. bab seher saat 4:20'deki Harvard'dan tiz başlan şu an hazır derhal degan dersini bölümünün bu 4. babken bu kitaptın. Şunun dastlabki yerimi da nimeni ögünümüz degan vaqtida kechikdim deb qaragan vaqtingiz dal kechikmagan vaqtingiz. Hazır ho'g'rilik qilib uxlaganda aqqan shulgaylaringiz atki ko'z yeshingiz bo'lib qoladi. Aldığınız qatamliq ifodangizdan davomliq eshib ketsangiz, uzoqqa qolmay hamma odamdan eşip düşüsiz. Kechikmaysiz, mana hazır en yaxshi başlanış. Yani koyözücü deydigan bir gap bor. Üzünüzni büsüp ötün, üzünüzden eşip düşün degan gap. Şu aldı bilen üzümüzni bayqışımız besip düşüş üçün onundan keyin qolgan başqalardan besip düşüşke bəslişidigan gap qadirli qarindoshlar. Angaldı bilen bir yerde degende şu üzünüzni besip düşün demekçi. Kechikdim deb qaragan vaqtingiz dal kechikmagan vaqtingiz degan mazmun. Harvard Üniversitesi'nin ilham baxsh hikmeti. Ma'lum bir ishni vujudingiz bilan qilayotganingizda hargiz kechikdim deb o'ylamang. Allah razı olsun adila qarindoshimiz. Dünyada en uzun narsa nima deb so'rabdi bir danishmand o'quvchisidan. O'quvchi beshini chayqabdi. Amisa dunyodagi en qisqa narsa nima? O'quvchi yana javob bermabdi. Dunyodagi en uzun narsa vaqt debdi danishmand kulimsirginicha. En qisqa narsami vaqt. Chunki uni uzun deyishimiz onun beşi ve ayağı yok. Onu qisqa deyishimiz o birdamdila yo'qab ketadi. Darvaqa vaqt tutib turg'ili bo'lmaydigan narsa. Nurg'un kishilar vaqtning uchqandaq o'tib ketayotganligini, vaqtning bakmo qisqaligini his qiladi. Nurg'un do'stlar menga vaqtning nihoyatda tez o'tib ketayotganligini, o'zlarining hayotidagi eng yaxshi vaqtini o'tkazayotganligini, nurg'un ishlarni tahlil qilib bo'lmasdilar vaqtning o'zlarini qirtib etganligini deyishdi. Mushu sababdan ular bag'an sir umidsizlanib, qandoqli ish qilsin, kechikib qolgandek his qilishdi. Men bu do'stlarimga chamamning yetishicha nasihat qilaman. Amaliyotda ularga vaqtim yo'q deb yoki vaqtim o'tib ketdi deb qaqshimanglar. Siz qaqshigan shu vaqtda vaqt yeningizdan o'tib ketaveradi degim keladi.
Köp çağlarda işning mohiyati bilan bizning tasavvurimiz yiroqlab ketadi. Shunga vaqtni bir xil putlakashang deb bila olmasligimiz, ma'lum bir ishni chin ko'nglimizdan qilayotganimizda hargiz kechikdim deb o'ylamasligimiz kerak. Harvard Universitetining qurilish tadqiqot o'rinida professor o'quvchilarga binokor Aman haqidagi hikoyani so'zlab beryotdi. Professor bu qatim Amanning binokorlik uslubi haqida emas, balki uning yashinib qolgan bo'lsa-mu, o'zi qizg'in so'ygan kasbini tashlab qo'ymaganligi to'g'risida so'zlagan edi. Aman ömrünün tangdan tunisini New York port boshqarmasida bosh injener bo'lib xizmat qilish bilan o'tkazgan. Belgilangan dam olish yeshi toshqandala dam olishga chiqadi. Lekin dam olishga chiqqandan keyin o'zi qizg'in so'ygan kasbini tashlab qo'ymaydi. O dam olishga chiqib uzun o'tmay o'z oldiga bir qurilish shirkati qurdi. Dunyoning har qaysi joylarida ish bajarish binosi saladi. Amanning plani haqiqatan ulug' plan edi. O ruhi urg'ib turadigan yoshlarga o'xshaydi. O yoshinib qolganligi uchun endi bo'ldi qilay, men yangidan ish boshlashga kechikdim deb qaramaydi. Aman plani bo'yicha ish boshlaydi. O'zi loyilagan binolar dunyoning har qaysi joylarida qad ko'tardi. Aman dam olishga chiqqandan keyingi 30 yilda ilgiriki loyihalarga kirgizishga jur'at qilolmagan yangiliklarni loyihalarga ko'plab kirgizib, binokorlik tarixida mo'jiza yaratdi. Washingtondagi Dulles aerodromi, Addis Abeba aerodromi, Pittsburgh shahar markazidagi qurilishlar va Iran yuqori sur'atli tashyo'l sistemasi qatorliqlar katta qurilishlar universitetlarning qurilish binokorlik ilmida dars qilib ishlatilmoqda. Shundaqda bular Amanning orzusini ishga oshirganligining shohididir. Aman 86 yoshga kirgan chig'ida New Yorkdagi Verrazano Nerus ko'vrikini g'albilik bilan tamomlaydi. Bu katta ko'vrik Aman hayot chig'ida salgan eng oxirgi, shundaqla dunyodagi birinchi asma uzun ko'vrik hisoblanadi. Meningcha, buyuk binokor Amanga nisbatan aytganda, dam olishga chiqish kasbining oxirlashganligidan darak bermasdan, balki yangi bir boshlanish hisoblanadi. Bumu yosh va o'smir do'stlar o'rganishga tegishli tarafdir. Siz tirishsingizlar, ishonchingiz va qizg'inligingiz bo'lsa, har qanday vaqtda kechikmaysiz. Harvardliklarning muvaffaqiyat qozonishdagi siri. Harvard Universitetining kutubxonasida mundaq bir jumla so'z bor. Kechikdim deb qaragan vaqtingiz dal kechikmagan vaqtingiz. Yoshlar va o'smirlarga nisbatan aytganda, nurg'un ishlar ana shundaq siz xohlasangizlar hozirdan boshlasangiz bo'ladi. Balki mangu kechikmaysiz. Shuni bilish kerakki, hamma odam bu vaqtdan bolalikqa, o'smirlikka, yoshlikqa, qirollikqa va qirilikqa qadam bosadi. Oxirida fani olamga ketadi. Hayotdagi har bir bosqich o'z alohidligiga ega. Nishonimizli bo'ladi ekan, shundaqla darhol qo'l silib ishlaydiganlar bo'lsak, har qanday vaqt boshlash nuqtamiz bir xil boshlanish bo'la oladi. Mangu kechikkan bo'lmaymiz. Harvard Universiteti siniqi. Siz harakat jihatdagi qobillardimi yoki harakat jihatdagi ojizlardimi deganni sanaydi ekan. Birinchi, kallangizga doim nurg'un g'alati o'y-xayol kirib olamdi. Ikkinchi, mijozingiz nisbatan eg'irmi? Uchinchi, bir ishning huzuriga bak ko'ngil bo'lib, uning foydasini ancha o'ylamamsiz. To'rtinchi, topshiriqni o'z vaqtida ishlamsiz. Beshinchi,
Planınızdaki işlerine kandak ahval yüz berişten qat'i nazar amal qilib o'rinlamsiz. 6. Salomatlik boylikdan muhimroq deb qaramsiz. 7. Siz xizmat yoki o'ginishni uzildirib qo'ymaslikqa odatlanganmi? 8. Muhim ish bo'lmagan taqdirda kechikib uxlamsiz. 9. Doim osh tomoq yoki boshqa qiziqish havas jihatda o'zingizni cheklab turamsiz. 10. Ba'zilar doim sizning xiyolingiz reallikqa uyg'un emas demdi. Javobning tahlili. 0 numurdan 3 numurgacha og'allar sizlar sepi o'zidan xiyolparast bo'lib, turlik bahona sabablarni tepib, yangi planinglarni yo'lga boshlamaysizlar. Balkim kunda aldirash yuradigansizlar, lekin vaqtdan unumli foydalanmaysizlar, g'oyanglarga texmo yaqinlasholmaysizlar. 3 numurdan 6 numurgacha og'allar sizlar hurullar qatoriga kirsizlar. Gerçi sizlar talantliq va aql parasatlik bo'lsanglarmi, lekin o'yin tomoshaga mabtun bo'lib ketib, planinglardagi ishlarni bir yoqqa tashlab qo'yisizlar. Har qanday ishni keyniga suzib, qayta kechiktirishga bo'lmaydigan yerga kelganda ondan harakatlanisizlar. 7 numurdan 9gacha olganlar sizlar ishni yuqori unum bilan qildiganlar qatoriga kirsizlar. Lekin ishni boshlashdan ilgari aldı keyninglarga bak qaraysizlar. Bunda qilishni sizlar mukammal bo'lgan planimizga kapolatlik qilishda zurur deb qaraysizlar. 10 numara olganlar sizlar haqiqiy ma'nodagi harakat qilguvchilar hisoblanasizlar. Harakatinglar o'ylaganinglardan tez bo'ladi. Loyanglar kallanglarda shakllanib bo'lmasdinlar, harakatinglarni boshlaysizlar. Sizlar doim boshqalardan burun muvaffaqiyat qozonasizlar debdi. O'zimizni sinab tahlil qilib baqsak bo'ladi, qadrli qarindoshlar. Biz o'qiyotgan bu kitob Tadbiriyat ders 90-darsda biz hozir sahar soat 4:20dagi Harvard Universitetining jamiyat sarxillerini yetishtirishdagi eng güçlüri degan kitobdan 4-bobning oldingi yerimini boshlab o'qiyotimiz, qadrli qarindoshlar. Endi bir mazmunni tugatdik. Ya'ni kechikdim deb qaragan vaqtingiz dal kechikmagan vaqtingizni tugatdik. Endi hozir g'o'rillik qilib uxlaganda oqqan sho'lgaylaringiz ertki ko'z yeshingiz bo'lib qoladi. Harvard Universitetining ilhom baxsh hikmati. Muvaffaqiyat qozonish undaq oson ish emas. Undaqda darhol harakatlaning, hozirla boshlang. Her bir yaş o'smir muvaffaqiyat qozonishni odatdagi odamlarning büyük natijaga erishishni o'ylaydi. Lekin ular shunda g'oyani ko'ngliga pukuydiyo, uni qandoq amalga oshirishni bilmaydi. Amaliyotda muvaffaqiyat qozonish unda oson ish emas. Undaqda darhol harakatlaning, hozirla boshlang. Sallo Berger bu jihatda dal qilib mundaq degan edi. Muvaffaqiyat qozonishning siri qo'l silib ishlashdan iborat. Faqat siz darhol yo'lga chiqsangizlar, har qancha yiroq musofirga yetib bora olasiz. Yoshlar o'smirlarga nisbatan aytganda, hozir o'rganishning eng yaxshi payti hisoblanadi. Tan sapoyingiz va ruhiy holatingizmo yuqori pallada turayotgan vaqt. Faqat siz ma'lum vaqt va zehningizni ajratib o'rgansangizlar va yangi shaylarni qabul qilsangizlar, hassilab o'limga erishsiz. Onundan başqa yosh o'smirlarning cho'nglarga o'xshash xizmat, turmush besimi yo'q. Salomatlikmi nisbiy sog'lom. Bular o'rganish va ilgirlashning puxta asosi hisoblanadi. Shuni bilishimiz kerakki, badal to'lamasak, o'nimga erisholmaymiz. Birinchi qadamni bosmasak,
menzilge mengü yetip baranmaymiz. Yaş ösmürlerinin hazırkı mühim vazifesi tiriş bilim igileş, hazır derhal şu taptıla başlan. Muşunda kılsınızda özünüzün kelgüsüge igi bola alaysız canım dostum. Muvaffakiyet kazanmakçı bolsanız rahat paragatni oylaman. Çünkü ikisi ten mevcut bulup turanmaydı. Muvaffakiyet kazanmakçı bolsanız rahat paragatlik turmuşunu kayırıp koyun. Bugün tirişmişsiniz, ete hasret, nadamet çekisiz. Abrey Harvard Üniversitede 4 yıl okuş bitkizgenden keyin bir xalqaro yumshoq detal şirketide memuru başquruş hizmetini öteydi. Lekin o ancha uzun işlemeyle o şirketni Germaniyadagi bir şirket yutib oldi. To'xtam tuzishgan shu kuni shirkatga yangi vazifada o'tirgan bosh lider ko'pchilikka mundaq deb jakalaydi. Bir haftadan keyin shirkat ishchi xizmatchilaridan nemischa imtihon olamiz. İmtihanda layoqatsiz bo'lganlar ishdan bo'shatiladi. İşten tushgandan keyin shirkatdagi hammanglar kutubxonaga borib nemis tili takror qiladi. Ular shu chaqda vaqtning nihoyatda qisqaligini his qilishadi. Lekin Abrey ishdan tushgandan keyin udul uyga qarab mangdi. Kishilar uni imtihondan voz kechgan o'xshaydi deb qilishadi. Lekin lider imtihon natijasini uqtirgan chaqda ko'pchilik umid yo'q deb qaragan Abrey eng yuqori numaraga erishidi. Buningdan hammanglar gangirab qilishidi. Abrey bu imtihondan qandoq o'tdi? Abrey uyiga qaytgandan keyin o'zlari bilan nemislarning uchrash fursatining intayin ko'pligini, nemis tilini pishiq bilmasligi xizmatda o'ziga qulaysizlik elib keldiganligini his qildi. Shuning bilan u barliq vaqtini sarf qilib nemis tilini takror qildi. Shundaqla uni qat'iy davomlashtirdi. Shuning bilan u imtihonda yuqori numar elib, jeni tumshiqqa kelib qolganda Suriyasin o'qiydigan xizmatdoshlariga o'xshash xizmetidan ayrılıb kalmaydı. Tercüman nahit isli tercüme qildi yani. Jeni tumshiqqa kelib qolgan chaqda Suriyasin o'qiydiganlar deb. Yani ba'zida tercümeler ne xil bo'ladi hamda ulug' tercümanlar tercümana shu nima degan bo'lsa shuni deyman deb tercümeninki bediyelikini yo'qotib qo'ydi. Yani yozuvchining demoqchi bo'lganini Uyg'urlarga masalan uqtiramay qoladigan ishmi ba jinim do'stlar. Tercümanga apirin, Allah razı olsun. Biz Harvard Üniversitede vaqtni israf qiladigan ho'rim bolalarni uchratmaymiz. Chunki ular hozir hurunlik qilib uxlaganda aqqan sho'lgaylarining atiki ko'z ishi bo'lib qoldiganligini obdan biladi. Hayotingizni qadrlansiz, har bir minut, har bir sekundingizni ma'nilik va sifatli o'tkazishni umid qilamsiz. Agar umid qilsangiz, hozirdan boshlab tirishib o'gining. Chunki bizning hayotimiz nurg'un vaqtdan tarkib topgan. Junguluqlarning tirishmasang navqiron chaqda, yaşanganda qolasan dağda degan bir qadimiy aqliy so'zi bor. Bir odam yosh chaqida yetarlik tirishchanlik ko'rsatmasa, vaqtini qadrlamasa, ishni darhol boshlamasa, qirg'inida pushaymonni oladiganga qacha topolmay qoladi. Vaqt barmoqlarimizning orasidan o'tib ketadi. Atyoz kessa ko'z kelib turadi. Fasl vaqt degan davomliq almışıp durdu. Navada derhal hareketlenmesek en güzel vaktimiz ötüp gitip kalıdı. Harvardlıların muvaffakiyet kazanıştaki sırrı. Harvard Üniversitede hazır horuluk kılıp uxlaganda aqqan şölgeyleriniz eğerki köz işiniz bulup kalıdı degan ibretlik söz var. Yaşlı ösmürler derhal hareketleniştek yaxşı adetini itildirmekçi bolu diken tüvendeki taraflardan kol silip işleş gerek. Birinciden,
Yaşlarning arzu g'oyasi bo'lishi yaxshi ish. Lekin xiyolparast bo'lib qolmasligi, kun bo'yi go'zal kelgusini xiyol qilib o'ltirmasligi, hech qanday tadbir qo'llanmay hangvaqib turmaslik kerak. Shunga yoshlar bugungi ishni ertaga qo'yma deydigan odatni yetildirishi, hozirgi o'g'irligiga kelgusida pushaymon qilib qolmasligi kerak. Shuni bilishimiz kerakki, har qanday muvaffaqiyat o'y xiyol qilish bilan emas, balki amaliy harakat qilish orqali amalga oshadi. Bir odam faqat o'ltirib olib qiladigan ishni darhol qilmasa, o arzu qilgan muvaffaqiyatiga bir odam faqat o'ltirib olib qiladigan ishni darhol qilmasa, o arzu qilgan muvaffaqiyatiga mangu erisholmaydi. Şuna muvaffaqiyat qazanishni arzu qilganlar g'oyasi bilan reallikni birlashtirishi lozim. Onundan başqa tuvandagi masalalarni doim muhokama qilib turish kerak. Birinchi, men hozir qancha yosh, g'oya arzularimda qanchasi kirganda amalga oshiraman. Ikkinchi, kunda o'rganishda qanchalik vaqt davomlashtiraman. Hozirdan boshlab o'rganaymi? Uchinchi, 30 yaşdan keyin turmushingizning, xizmatingizning qanday bo'lishini arzulaysiz? To'rtinchi, g'oyangizdan yana qanchalik yiroqlikda hozirdan boshlab tirishmamsiz? To'rtinchi, g'oyangizdan yana qanchalik yiroqlikda hozirdan boshlab tirishamsiz? Harvard Üniversitesining siniqi. Muhakeme suali. Seyirgar sizni besib yapılaqlab emas, balki nisbat bo'yicha kichiklatib, tangi qilinlikchilik, egizlikdagi odamga aylantirib, bir dona aynakdan yasalgan quruq aralashtirish qutisiga soldi. Aralashtiruvchining tig'i 1 minutdan keyin aylanishga boshlaydi. Bu chaqda qanday qilasiz? Cevap. Yani mikserge taşladı ekan-da. Cevap: aralashtirish qutisining ishida cho'qim o'rin bor. Shunga bo'sh joyga berib olsa, yiqilib tushmaydi. Lekin aralashtirish qutisi aynakdan yasalgan bo'lg'achqa atrofida tutqich yo'q. Tig' aylanish jarayonida hosil bo'lgan shamol sizni ushirtishi mumkin. Shuning uchun amal bor, aralashtiruvchining o'qi orasiga berib olib chiqib ketishning yoki bir yerni tutib olishning amalini qilish kerak. Qadrli qarindoshlar, biz o'qiyotganimiz sahar soat 4:20dagi Harvard degan kitob. Bu kitobni Turkiyadan setib olasizlar, jinim do'stlar. Kitobxonlarning hammasida bor. Vaqtimiz qarab boqaylik. 23 minut bo'libdi. Endi yeni bir yangi mazmunga o'timiz. Bayatınqısı hazır horulluq qilib uxlaganda aqqan sho'lgaylaringiz atiki ko'z yoshingiz bo'lib qoladi degan mazmunni tugatdik. Yangi mazmun: oldingi qatimliq ifodangizdan davomliq eshib ketsangiz, uzoqqa qolmay hamma odamdan eshib tushasiz. Harvard Üniversitesining ilhom baxsh hikmati. Burunqi muvaffaqiyat aslima bo'lib qoldi. Endi sizni kutib turg'ini mushu etapda eshib ketish va keyingi qatimqi muvaffaqiyatdir. Men bir maqoladan yo'lga chiqishni tanlagankansiz, tirishib tirmishib olg'i ilgirlang, uzuksiz holda o'zingizdan, shundaqla boshqalardan eshib keting degan hikmatlik bir jumlani o'qigan edim. Adamning alayda bir xil hayvon ekanligi bizga ayon. İnsanlar payansız tabiat dünyasida hech qanday afzallikka ega emasdek bilinadi. Biz pildek yo'g'on va eg'ir emas, qoplandek tez yugurolmaymiz. Suvda baliqdek uzolmaymiz yoki qushdek ko'kda ucholmaymiz. Lekin biz nimishqa yer sharining hukmroni bo'lib qoldik? Çünkü
İnsan aql parasatlik canlıq. Aql parasat üzüksüz halda üzümüzdən halqıb ketişimizga, muvaffaqiyat qazanış üçün tirishish yo'limizda bargan siri qudrat tepishimizga yordam beradi. Shuning bilan birga yo'shurin iqtidorimizni o'rg'itib, boshqalardan eshib ketishimizga kuch-quvvat beg'ishlaydi. Bir odam muvaffaqiyat qozonmoqchi bo'lsa, davomli holda ilgirilishi kerak. O ilgiriki shalloq muvaffaqiyatga erishgan bo'lsa-mu, o faqat tunugunki aslima xolos. Bilish kerakki, her bir günümüz yeni başlanış. Hazır sizning başlanış noktanız. Hayatta davamlı halda özünüzün halkıp kessiniz, özünüz üstüden galiba kılsınız, andın etrafınızdaki başkalardan eşip giderleysiz. Andın arzuyunuzga yeni bir qatam yakınlaşalaysiz. Profesör Harvard Üniversitesi'nin Soda İnstitut'daki bir derste okuvchilarga davamlı halda özüdün halkıp ketken bir hikayeni sözlep berdi. Özüdün halkıp ketken bu ayolning ismi Carly Fiorina bulup, dünya iqtisad sohasidagi eng dangliq baş direktor. Shundaqla dunyoga mashhur qobil ayol. O kona raqibi Compaq şirketini setib olgan. Bu şirketni setib olish bahası 20 milyard Amerika dollariga yetken. Bu baha 20. asrning 80. yillaridan buyon dunyo iqtisodidagi eng yuqori cho'qqi bo'lib, uning ahamiyatimi intayin zo'r bo'lgan. Bu ulug' boshlanish savdo doirasining halqib ketgan bo'lib, Amerika iqtisod tarixiga zo'r ta'sir ko'rsatgan. Kishilar Carly Fiorinaga tantana qilishdi. O dünyadaki tengdaşsız zerdarlığa aylandı deb qarıdı. O yaratgan soda möcüzesini hiç kim yaratalmadı. Vahalanki Carly Fiorina 1999 yılı Hewlett Packard çeklik şirketiga kirdi. Mablağı 4 milyard Amerika dollariga yetadigan bu şirketning qiyinchiligidan qutulishiga yordam berib, yana kishilarni tong qoldiradigan möcüzelerini yaratıdı. Carly Fiorina shuningdan keyin qizg'inligi va davomli o'zidan halqib ketish ro'yi orqali kasb jihati orqa-orqadan yuqori palla yaratadi. Harvardning professorlari Carlyning ish izlarini davomli abaliy misol qilib so'zlab, Harvardning o'quvchilarining davomli turda o'zidan halqib ketishiga ilhom berdi. G'oyangiz mayli nima bo'lsin, uni amalga oshirish bir ikki kunlik ish emas. Uni amalga oshirish uchun uzun vaqt ching turishga va davomli turda o'zidan halqib ketishga to'g'ri keladi. Halbuki real turmushdagi nurg'un yosh o'smirlarning bir qiziqishi bor. Ular ozroq natijaga erishibla o'ziga tamanno qo'ydi. Bir izda to'xtab qoladi. Ba'zilari aplab-saplab kun o'tkazish yo'lini tanlagan bo'lib, g'oyasi uchun qilcha tirishmaydi. Ba'zilari jon tikib kurash qilish yo'lini tanlagan bo'lib, muvaffaqiyatga erishish yo'lida davomli turda o'zidan halqib ketib, oxir muvaffaqiyat qasriga qarab ilgirlaydi. Munavvar yoshlar va o'smirlar uchun aytganda balkim siz tunugun tangdoshsiz shalliq natijalarga erishgan bo'lmaydingiz. Balkim ko'pchilikning muayyanlashtirishi va ta'riflashiga sazovor bo'lgan bo'g'idingiz. Lekin Harvardning qobiliyatlarining logotini varaqlaydigan bo'lsak, bularning hammasi o'tgan zamonga taalluqdir. Ilgiriki muvaffaqiyatlar aslima bo'lib qoldi. Sizni kutayotgani dal shu topdiki o'zidan halqish, buningdan keyingi muvaffaqiyatdir. Qadrli qarindoshlar. Harvardning muvaffaqiyat qozonishdagi siri. Birlikda o'rganayotganimiz sahar soat 4:30dagi Harvard 90-tadbir yay sindirsimizda qadrli qarindoshlar.
Harvardlıqlarning muvaffaqiyat qozonish siri. Yosh o'smirlar atiganki parlaq quyoshga o'xshaydi. Ular kunda ilgilish kerak. Chunki xonning yo'lida biz yolg'iz mangmaymiz. Balki san-sanoqsiz odam kel kunida jon tikib mangimiz. Balki san-sanoqsiz odam kel kunida jon tikib mangimiz. To'xtab dam olganingizda balkim raqobatchingiz keyningizdan qo'g'lab kelyotgandir. Lekin siz keyningizga qaraganingizda u allaqachon oldingizga o'tib ketgan bo'ladi. Shunga to'xtamasligimiz, davomli turda o'zimizdan halqib ketishimiz, davomli olg'a besishimiz lozim. Muvaffaqiyat qozonolmagan ashu kishilar muvaffaqiyat qozonish iqtidori yo'q kishilar emas, balki o'zini bayqashni bilmaydigan kishilardir. Amaliyotda o'zimizdan har kuni az-azdan halqish ancha qiyin ish emas. Buni amalga oshirish uchun tuvandagi bir necha ishni qilishingizga to'g'ri keladi. Birinchi, tashabbuskorlik bilan izlanib, bo'shang chechilang'o odatingizni o'zgarting, yoshurun engingizni aktiv fikr qarashga ega qiling, har qanday vaqt va har qanday chog'da to'xtamasdan o'zingizdan halqib keting. Ikkinchi, o'zingizdan yolg'iz harakat jihatida emas, balki ruhiy jihatda halqib ketishingiz kerak. Uchinchi, o'zingizni kunda yengilab turing. Tunigungi natija va o'ng'ishsizlik oldida o'zingizni yo'qotib qo'ymasligingiz lozim. Harvard universitetining siniqi. O'zingizni ko'rishishdan xoli bo'la olamsiz? Psixik sinoq. Bir kuni sinfda dars o'qiyotganimizda maktabning amonliq saqlag'uvchisi sizga bir odamning nomsiz holati avatganligini aytdi. Bu chaqda siz qanday qilasiz? Birinchi, holati avatkuchining kimligini aniqlagandan keyin holatini elishni adab bilan rad qilasiz. Ikkinchi, avval holatini ochsiz, holatida o'zingiz yaxshi ko'radigan narsa bo'lsa olasiz. Uchinchi, saboqdoshlaringiz yoki muallimingiz bilan maslahatlashgandan keyin bir qarorga kelasiz. Javobning tahlili mundaq. Javobning tahlili. Birinchini tanlaganlar, ya'ni xalta avatkuchining kimligini aniqlagandan keyin xaltini ilishni adab bilan rad qilganlar. Sizlar odatda ota-onanglar yoki o'qituvchilaringlarning gapini bak anglaysizlar. Topdan chiqib ketgan ishlardan kam-kam qilasizlar. Shundaqla o'zgaribmi ketmaysizlar. O'g'ilishni texmo zo'r natijaga erishmoqchi bo'lsanglar, o'zingizlarning halqib ketishni davomli sinab boqsizlar. Biroq ritmini tangishinglar kerak. Tuyuqsizda bak cho'ng o'zgarib ketsanglar bo'lmaydi. Ikkinchini tanlaganlar, ya'ni xalta avatkuchining kimligini aniqlagandan keyin xaltini elishni adab bilan rad qilganlar. Bu birinchisi dedik. Ikkinchisi, avval xaltini ochsiz, xaltada o'zingiz yaxshi ko'radigan narsa bo'lsa olasiz. Bunday deganlar, buni tanlaganlar, sizlar ancha-muncha yushurin ishlarni qilasizlar. Odatda napchigidigan yerga yugursizlar. Lekin yana bir jihatdan aytganda, o'z fikringlarda turasizlar. Sizlarning qarashinglarda muvaffaqiyat o'z mavqesidan ketishdan darak bermaydi. Uchinchini tanlaganlar, saboqdoshlaringiz yoki muallimingiz bilan maslahatlashgandan keyin bir qarorga kelasiz. Uchinchini tanlaganlar, sizlarda boshqalarga yo'nalish psixikasi eg'ir, nurg'un ishlarni bartaraf qilishda bak ko'p mas'uliyatni zimmanglarga elishni xohlamaysizlar. Shuning bilan bir vaqtda o'z cheklimanglarni buzib tashlashni asosan xohlab ketmaysizlar. Chunki o'zingizlarning bak tez cho'ng bo'lib qolishinglarni xohlamaysizlar. Ammo ko'nglingizda yanala muvaffaqiyatga talpinisizlar. Debdi jinim do'stlar. Biz birlikda o'rganayotganimiz Tadbiriyay isim darsining 90-sida sahar soat 4:20dagi Harvard universitetining jamiyat sarxillerini yetishtirishdagi eng güçlü degan kitobning 4-bobdan o'qib, endi kechikmaysiz. Mana hozir
en yaxshi başlanış degan mazmunga keldik. Bu mazmun kitapning 151 betida canım dostlar. Kechikmaysiz. Mana hozir en yaxshi başlanış. Harvard Üniversitesi'nin ilham bəxş hikmeti. Siz fakat tez ve yuqori unum bilan harakat qo'llangandan keyin rahimsiz raqobatda bir kishilik o'ringa ega bo'la olasiz. Siz fakat tez ve yuqori unum bilan harakat qo'llangandan keyin rahimsiz raqobatda bir kishilik o'ringa ega bo'la olasiz. Harvard Üniversitesi'ni bitkizgan dunyoviy boy Bill Gates bir ishni qilishni o'ylagan vaqtingizda qiling degan edi. Darvaqa har bir odamning qiladigan nurg'un ishi bo'ladi. Reallikqa aylantirmoqchi bo'lgan turli g'oyasi va nishoni bo'ladi. Lekin nurg'un kishi g'oyasi va orzu istik uchun amaliy harakat qilmay, uni ko'ngliga pukib kun o'tkazadi. Bunday ahvolda qandaqmi muvaffaqiyat qozong'ili bo'lsin? Muvaffaqiyat qozonish uchun nishonning bo'lishiga kifoya qilmaydi. Nishoningiz uchun hammani taqilib qo'ygan bo'lsingizmi, bilim va mahorat, pozitsiya va iqtidor jihatlarda hech qanday nuqson bo'lmasimi? Lekin uni ishga oshirish uchun amaliy harakat qilmasangiz, bu chaqda go'zal orzuyingiz bayovondagi alvonga o'xshab qoladi. Yeni davrdagi yoshlar iqtisod uçqandek taraqqiy qilayotgan davrda turayotqachqa, ilgirilmaganlik chekinganga barobar, asta ilgirganlikmi chekinganga barobar deganni tushunish kerak. Siz faqat tez va yuqori unumli harakat qo'llangandan keyinla rahimsiz raqobat davomida bir kishilik o'ringa ega bo'la olasiz. Ondaq bo'lmaganda nurg'un fursatni o'tkazib etasiz. Elinde Harvard Üniversitesi san'at ömekide nait muhim rolni üstüge algan. Lekin o bu işinden anca razı olmaydı. Mektep bitkizgenden keyin Yevropaga berip bir yıl seyahat qilib, andin New York'taki bir Broadway'ga berip can cehli bilen tirişidi. Elinde arzusunu yetekçi o'qituvchisiga aytdi. Broadway'ga nimishqi mektep bitkizgenden keyin borasiz deb so'raydi o'qituvchisi kulimsiragunicha. Shundoq, oliy maktab hayoti mening Broadway'ga berib xizmat qilishimga yordam berolmaydigandek qiladi, deydi Elina o'ylangandan keyin. Bir yildan keyin Odulla Broadway'ga borsam bo'g'adak. Bu chaqda o'qituvchisi uningdan Broadway'ga hozirda borganingiz bilan bir yildan keyin borganingizdan nima farqi bor, deydi. Elina birdam jimmida o'ylangandan keyin hech qanday farqi yo'qdek qiladi. Shundaq bo'lgandan keyin kelar mavsumda boray, deydi. Keyingi mavsumda borganingiz bilan hozir borganingizning nima farqi bor deb so'raydi o'qituvchisi yana. Elinaning sal beshi qaydi. Onun xiyol dengizida ajoyib chiroyli bir jup qizil usul oyig'i va hashamatlik sahna namoyon bo'ladi. Şunun bilen o Broadway'ga keyinki ayda beriş qararıga keldi. Kelar ayda bağınız bilen hazır bağınızın nemi farqi bor deb so'raydi o'qituvchisi borgancha ishkirilib. Elina hayajonlanadi, o titrigan ovozda "Emisi bo'ladi. Kelar hafta tayyorlik qilib, haftaning oxiri yo'lga chiqay", deydi. Broadway'da turmuş buyumlarının hammasi bor, deydi o'qituvchisi Elinani tezroq yo'lga chiqishga da'vat qilib. Emisi atili mangay, deydi hayajondan sakrab ketgan Elina. O'qituvchisi mamnun bo'lib beshinilning eshitqicha yaxshi gap. Men sizga atining aeroplan biletini elib qo'ydim. Sizga omad tilayman balam, deydi. Elina etisi ko'nglidagidek güzel joy Amerikadagi Broadway'ga qarab yo'l oladi.
Biz yaşavatkan bu dünyada yaşlar düşünülüşke tegişlik bir hakikat var. Meyli siz qandaq iş qılmaqçı bulun, hemme şarahit hazırlankanda andın tutuş kılıman dep mengü saklap olturmasınız gerek. Şunda kılsanız mengü saklap ötüsüz. Yaşlar ve ösmürler bir nişanğı igi boğandıla derhal atlanışı hazırdan başlap kol siliş gerek. Olar eğizidi şehir elipli yürüyürdüğün bolsa, olanın nişanı mengü emelge aşmaydıgan çüş bulup kalıdı. Endi etrafımızdaki muvaffakiyet kazanavatkan kişilerge karap bakaylı. Olanın köpüntüsü çakmaktek çakkan hareket kılıdıgalla. Nimini oylusa şunu derhal kılıdıgalladır. Bu adet muvaffakiyet kazanğıçılar çokum hazırlaşqa tegişlik pozisiya. Şundaklı bir xil aktif yaşaş pozisiyası hesaplanıdı. Xorvatlıqlarning muvaffaqiyat qozonishidagi siri. Yani biz birlikte okuvatkanımız seher saat 4:20'deki Harvard Üniversitesi'nin cemiyet sarhillarını yetiştirişteki en güçlü degan kitapның 4. babıdan tedbiriyay 90. sin dersimizde mezmunlarını okuvatımız kadarlı qerindaşlar. Harvardlıqlarning muvaffaqiyat qozonishidagi siri. Harvard Üniversitesini bütküzgen dаңlıq edip Emerson bütün niyeti bilen nişanı kalıp ilgirleş üçün hareket kılıdığan adamga bütün dünya yol biridu deganidi. Şuna yaş ösmür dostlar derhal hareketlenişini ügünümelişi tegi yok quruq xiyallarga çöküp ketmesi gerek. Kechikip kaldım deydigan gap yok. Çünkü mana şu del en yaxshi başlanıştır. Büyük nişanınız üçün hareket kollansınız, muvaffaqiyatning tunji qadamini baskan hesaplanısınız. Halbuki bu birinci qadam hamisha en muhim qadam bulup kalıdı. Her günü uygunupla derhal hareketlenişiniz. Ögünüş ve turmuştaki birinci işini şu zaman başlayışınız gerek. Şunda kılsınız, derhal hareketlenişinin sizge mükemmellik ve memnuniyet elip kelgenlikini peydinpey bayqaysız. Muşu tariqada 2 ay davamlaştırırsanız, derhal hareketlenişini adetinizge aylandıralaysız. Qısqası, hazırki ahvalınızın qandaq buluşidin qat'i nazar, aktif ruhi halet bilen yüzlensiniz, derhal hareket kollansınız, muvaffaqiyat sizge mensup boludu. Harvard Üniversitesi'nin sınıfı. Tamdaki saatga qarasanız, saat del 3:15 minut ötüptü. Bu çağda saatning minut istirilkisi bilen sekund istirilkisinin arı bulunu neçe gradus buludu? Cevap 5.7 gradus buludu deptu canım dostlar. Ögünüş ve rekabette ünüm hemmedin muhim degan mezmunken kadarlı qerindaşlar, bu mezmunni biz 91. sin dersimizde inşallah yani bugünkü işini hergiz etiga koymang, derhal hareketleneyli, zirikip bel kuyvetmeyli. Bugün mağmısınız, ete yugurishga mecbur bulursiz degan mezmunlar bilan birga o'rgansak deb o'ylayman inshaalloh. Yani 56 yani biz davamlıq şu tedbir sin derslerinde 1 saatlik yani 45 minut, 50 minut, 1 saat etrafında davamlaşıyordu bu. Asasen 20 bet kitap okuydu kendimiz kadirli qerindaşlar. Biz bu şundaq her şembe 1 saat vaktimizi çıkarıp nurgun kitaplarını okup ettik. Aldığınki kitaplardan mesela
Önümdar kişilerinin 7 adeti degan kitapni 450 betlik kitap ekan. Odatda buni qarasaqman qilinkan deb o'qiyamasligimiz mumkin. Her shanba 20 betdan o'qib, o kitapni 19 dersde, 19 haftada 20 saat vaqtimiz ketibdi. Hammasini anglash uchun shunchalik vaqt ketdi. Ajda o'qib tugitibdimiz jinim do'stlar. Bu kitapni agar o'zinglar topa olsanglar, setib olib o'qisanglar bo'ladi. Türkiye İstanbul'daki kitapçılarda bor. Manga desanglar men ivetib bersem bo'ladi, qadrli qarindoshlar. Ada olsa bugungi o'rgangan mazmunimiz nima desak, yangi bir babni boshladik. Tiz başlang şu an, hozir, derhal deganning oldingi yerimida bu 4-chi bab. Kechikdim deb qaragan vaqtingiz, dal kechikmagan vaqtingiz, hozir hurullik qilib uxlaganda oqqan sho'lgaylaringiz, atki ko'z yoshlaringiz bo'lib qoladi. Oldingi qatamliq ifodangizdan davomli eshib kelsangiz, uzoq qolmay hamma odamdan eshib tushsiz, kechikmaysiz. Mana hozir eng yaxshi boshlanish degan mazmunlarni birlikda o'rganib tugatdik, qadrli qarindoshlar. Ana bo'lsa, tadbirga sim darsimizning 90-chi mishadi tugadi. 91-ci sim dersimizde yana səhər saat 4:20'deki Harvard'dan qalğan bölümlerini birlikte öyrənişkə Allah Subhanahu taala bizden nasip qılsın. Həmmanlarga yaxşı bir həftə axırı tiləymən. Əgər yaxşı görgən bolsanglar, bir qarindişimizдің bolsama öyrəniş iştiyaqını aşırışqa, texmo xuşal, texmo gayilik, texmo iradilik yaşaşqa nisb buladigan yoki shuningga bir çakmak, mana kichkina uçqun bo'ladigan ish bo'lsa, o o'zi o'tilib ketsa, hayotini texmi yaxshi bilimlarni egallash uchun ishlatsa deb o'ylaymiz. Xohlasanglar paylaşib qo'yinglar, qadrli qarindoshlar. Allohning o'ziga omonat. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.